sekinlik bilan boshlasak ham bo'ladi. Demak, prezentatsiyamizni yordamchilarimizdan iltimos qilamiz. Ekranga chiqarsa va ekranga chiqilgan ekan. Demak, bugungi asosiy mavzuyimiz 9-sinfdan keyin maktablarning yuqori sinflarida qayerlarda o'qisa bo'ladi va juda ko'plab savollar tushgan bu masala bo'yicha mana shu bo'yicha vebinar tashkillashtirishga qaror qildik va dastlab o'zimizni tanishtirishdan boshlasak bo'ladi. Demak, yordamchilarimizdan iltimos qilamiz ki o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni o'tkazib berishsa. Demak, savol bor ekan, savollarni yozib qoldirish kerak bo'ladi. Adashmasam izohlarda yozib qoldirish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizda yordamchilarimizdan to'g'ri aytyapmanmi? Agar bo'lsa to'g'rilab yuborsa biz e'lon qilamiz. Savollarni yozib qoldirsa biz navbati bilan hammasiga vaqt ajratamiz. Savollaringiz qolib ketmaydi. Webinarimiz juda ko'p vaqtingizni olish niyatimiz yo'q. O'rtacha yarim soatga mo'ljallangan. Bundan keyin yana savol-javoblarga ham vaqt qoldirish niyatimiz, rejamiz bor. Demak, boshladik. Biz o'zimiz haqimizda dastlab qanday Xo'p, hozir ayrim ovoz o'chirib qo'yishimiz kerak ekan. Demak, hozirgi kunda biz o'zimiz haqimizda ma'lumot beradigan bo'lsak, men Rustam Nishonov hozirgi kunda Toshkent shahrida ta'lim sohasi bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini olib boramiz. Nodavlat ta'lim sohasida, xususiy ta'lim sohasida 15 yildan beri ko'proq tajribaga egamiz. Ya'ni dastlab 2009-yildan boshlab avvalgi nomi Repetitor Service edi, hozirgi nomi Topics o'quv markazi da 15 yillik tajribaga egamiz. Keyingisi shu tajribalarimizdan kelib chiqib biz 2023-yilda Toshkent tibbiyot texnikumiga asos soldik. Hozirgi kunda bitiruvchi qaldirg'ochlarimiz ham bor. Professional ta'lim sohasida yana faoliyat boshladik. Shuningdek, 2024-yilda Topic School degan alohida xususiy maktab ham tashkil qildik va hozirgi kunda ham faol ishlab kelmoqda. Shuningdek, yana bir yangiligimiz shu 24-yildan boshlab, 24-yil oktyabr oyidan boshlab Topics Texnikum yangi texnikumda ham tashkil etdik. Hozirgi kunda ushbu loyihalarimizda umumiy 3000 dan ortiq o'quvchilar tahsil olmoqda va hozirgi kunda ta'lim sohasi bir-birini to'ldiradigan bu ta'lim sohasida faoliyat olib bormoqdamiz. Demak, o'zimiz haqimizda qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi bevosita prezentatsiyaga o'tsak bo'ladi. Ya'ni prezentatsiyamiz o'z vaqtida almashayaptimi? Shu bo'yicha fikrlarimizni ko'radigan bo'lsak, taqdimot o'z vaqtida demak almashyapti deb umid qilamiz. Ko'rinib turibdi. Demak, hozirgi kunda 9-sinfdan keyin ayniqsa juda ko'p mana biz o'quv markaz sohasida juda ko'p tajribamizdan kelib chiqib yoki bo'lmasa Toshkent tibbiyot texnikumini tashkil qilganimizda yoki bo'lmasa hozirgi kunda maktabimiz bor va eng ko'p ota-onalardan tushayotgan asosiy savol va muammoli vaziyatlar aynan yuqori sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirish yoki yuqori sinf o'quvchilarini qayerlarda o'qish masalasi bo'yicha juda ko'p savollar tushadi. Haqiqiy ota-onalarda o'ylantiradigan masalalari bor bu borada va aynan bugungi webinarimizni shunga bag'ishlaydigan bo'ldik. Demak, ota-onalarda o'zi aslida nima uchun 9-sinfdan keyin bu muammolar yuzaga kelyapti? Ota-onalarimizda maktablarda o'zi qanday muammolar bor? Mana prezentatsiyamizning 3-betida maktablarda yuqori sinflarda nima muammolar mavjud sifatida qayd etilgan va endi birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, endi hozirgi kunda o'zi asosan biz 3 ta muammoni sanab o'tdik, lekin aslida o'nlab muammolar bor va shuning uchun
ota-onalar aynan yuqori sinflarni o'qitish bo'yicha yangidan yangi qidiruvlar, variantlar qidiryapti. Eng asosiy birinchi sabablardan biri ota-onalarni o'sha oliy o'quv yurti yoki chet elga farzandini tayyorlash uchun hozirgi kunda faqat yuqori sinflarni o'zini dasturi bilan cheklanib qoladigan bo'lsak, bular xalqaro sertifikat olishga va nufuzli oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun aynan 10-11 sinfda dasturlari bilan cheklanib qolsa natija chiqarib bo'lmaydi. Eng katta og'riq ham shunda, eng katta muammo ham shunda. Ya'ni xalqaro chet tili sertifikatlari bo'ladimi yoki xalqaro boshqa fanlardan sertifikatlar bo'ladimi yoki o'zimizda o'sha milliy sertifikat sifir imtihonlari deydi, ular bo'ladimi? Hammasida dasturi mos kelmaydi. Faqat o'shani bu natijada yana qo'shimcha repetitorga borishga to'g'ri keladi va qo'shimcha variantlarni izlashga to'g'ri keladi. Ikkinchi eng katta muammolardan bittasi, bitta sinfda har xil mutaxassislikka qiziquvchi o'quvchilar o'qiydi. Natijada ya'ni tasavvur qiling, bitta sinfda ham tibbiyotga qiziquvchi, ham IT ga qiziquvchi, ham moliya iqtisodiyotga qiziquvchi, ham yuridik sohaga qiziquvchi o'quvchilar bo'lsa, bularga endi qaysi fanda har bitta fan bir xil o'tiladi va qaysidir o'quvchiga u fan kerak emas, qaysidir o'quvchiga u dolzarb bo'lishi mumkin. Natijada bitta sinfda o'zida har xil muhit, har xil munosabat shakllanadi bitta fanga. Natijada bu o'qituvchiga ham og'irlik qiladi va o'quvchilarga ham qaysidir fan umuman keraksiz sifatida baholanishi mumkin. Va bu nimaga olib keladi? Buni siz o'ylamang, bu faqat davlat maktablarida emas, bu hattoki xususiy maktablarda ham bor. Shuning uchun oxirgi yillarda xususiy maktablar ma'lum bir fanlarga ixtisoslashtirilgan xususiy maktablarga aylanyapti. Kimdir IT sohasiga, kimdir IT yoki biznesga, kimdir tibbiyotga ixtisoslashgan maktab qilyapti. Mana shunda muammolar borligi sababli. Va bu narsa uchinchi masalani keltirib chiqaradi, ya'ni o'sha o'quvchilar, maktab o'quvchilari qachon bir professional kasb sohasiga ega bo'ladi, ertaga u daromad topish kerak, qachon bir kasbni boshini ushlaydi, hamma ham oliy ma'lumot bo'lishga ishtiyoqi bo'lmasligi mumkin. Masalan, bitta sinfda o'rtacha 30 ta bola tahsil oladi desa, 5 ta oshib borsa 10 ta o'quvchi oliy o'quv yurtiga qiziqishi mumkin. Qolgan 60-70% o'quvchi balki faqat kasb professional bitta sohani egasi sifatida balkim oliy ma'lumotlidan yaxshi ishlab keta olishi mumkin degan ma'noda o'sha professional kadr bo'lish uchun shunga qiziqishi mumkin, lekin maktablarda bu yetarli darajada o'qitilmaydi. Va eng asosiysi yuqorida aytganimizdek, kimdir ma'lum bir mutaxassislikka o'qiydi, lekin unga keraksiz fanlar ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu uchinchi eng katta masala, shu ortiqcha fanlarning ko'p bo'lib, ortiqcha o'quvchilarda vaqtini saqlashiga sabab bo'ladi. Endi o'zi 9-sinfdan keyin xo'p, demak, bizda slaydimiz hozir ozgina ko'rinishda masala bor ekan. Xo'p, buni texnik yechimini endi o'zim qilishim kerak bo'lyapti. Xo'p, qanday tashkillashtirsak, o'zim javob berib ketaversam bo'ladi yoki texnik muammoni tuzata olamizmi? Vaqt ketib qolmaydimi bunga? Xo'sh. Ovoz yaxshi. Demak, eng yaxshisi bu slaydimizni hozir o'sha Topics Technicum kanalimizga tashlab qo'yaylik. Yordamchilarimizdan iltimos qilamiz va qolganini ovozni chat orqali davom ettiraveramiz. Bo'lmasa, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha slaydni ekranga o'sha Topics Technicum gruppamizga tashlab qo'yamiz va hozir chat bo'layotgan ushbu guruhda mana slaydimizni tashlab qo'ydik va shu asosda davom ettiramiz. Texnik yechimni hal qilamiz deb vaqtimizni ketkazguncha bu yerda prezentatsiya hammani vaqtini inobatga olib tezlashtirishga harakat qilamiz. Demak, 9-sinfdan keyin o'zi umuman ota-onalar va o'quvchilarda nima variantlar bor? 9-sinfdan keyin akademik litseylarga
topshirish mumkin. Masalan, har bitta oliy o'quv yurtini oldida bittadan 3 tagacha akademik litseylari bor. Ular akademik litseyda farqi nimada bo'ladi? Akademik litseyda o'sha ixtisoslikka nisbatan fanlar chuqurlashtirgan o'qitiladi, diplom beriladi, lekin aynan bir mutaxassislik berilmaydi. Buni texnikumdan farqi shunda. Ya'ni masalan, Toshkent tibbiyot akademiyasini litseyi deydigan bo'lsak, unda tabiiy fanlar yo'nalishi bo'ladi, diplom beriladi. Diplomda ham tabiiy fanlar yo'nalishi deb mutaxassisligi deb yozib beriladi. Hamma joyda bir xil ishga olmasligi mumkin. To'g'ri, oxirgi yillarda bir ko'rdim. Qo'shimcha bir sertifikat ham taqdim etilayotgan ekan va oxirgi yillarda yana berilyaptimi yo'qmi bilmayman. Yoki bo'lmasa masalan, o'zim vaqtida ishlagan yuridik litseyda Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi akademik litseyda ishlaganman va unda diplom beriladi haqiqati, lekin ijtimoiy gumanitar yo'nalishi deb yozilgan bo'ladi. Bunda aynan yurist konsultant yoki bo'lmasa ish yurituvchi yoki bo'lmasa davlat ishini yurituvchi, xo'jalik yurituvchi degan mutaxassislik bermaydi. Ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi deb mutaxassislik beriladi. Kimga bu kelgusida o'sha yo'nalish bo'yicha o'qib, institutda o'qiydi degan ma'noda gapni ochig'i baribir akademik litseyda o'qiganlar ham keyinchalik repetitor olib o'sha nufuzli oliy o'quv yurtiga kiraman desa repetitor olishiga to'g'ri keladi. Ko'pchilik repetitorsiz ham o'qishga kirsam bo'ladi-ku deydi. Haqiqatda hozirgi kunda kirsa bo'ladi repetitorsiz, lekin nufuzli oliy o'quv yurtlarida emas. Oddiy oliy o'quv yurtlari ham bo'ladi desa, unda repetitorga borish shart emas bo'ladi. Keyingi 9-sinfda akademik litseydan keyingi ikkinchi variant bor. Bu ikkinchi variant texnikumlar. Ya'ni o'tgan yilgacha bu 9-sinfdan keyin qabul qilinganlar kasb-hunar maktablari deyilar edi. Hozir yangi islohotlarga natijasida 9-sinfdan keyin texnikumlarga o'zgartirildi va texnikumlarda ham ularda ma'lum bir kasb o'qitiladi. Masalan, elektriklik, santexniklik, tikuvchilik, mana shunday eng talabgor sohalar va eng asosiysi hamma sohada ham texnikumda 9-sinfdan keyin olishiga ruxsat berilmaydi. Ya'ni professional ta'lim deyiladi bu bosqich va professional ta'limda o'zi 3 ta bosqichga bo'linadi. Boshlang'ich professional ta'limda o'zi yuqorida aytgan kasblar bo'ladigan bo'lsa, keyin o'rta va o'rta maxsus professional ta'lim, o'rta va o'rta maxsus professional ta'limga 10-sinfdan keyin topshirsa bo'ladi. Bularga qaysi mutaxassisliklar kiradi desangiz, yuridik mutaxassisligi, tibbiyot mutaxassisligi yoki bo'lmasa iqtisodiyot, moliya iqtisodiyot degan yo'nalishlarga 10-sinfdan keyin topshirsa bo'ladi. Uchinchi nima varianti bor deydigan bo'lsa, aynan o'sha o'zini o'qib turgan maktabida, u davlat maktabi bo'lsin, xususiy maktab bo'lsin, 10-11-sinfda o'qishini davom ettirishi mumkin va keyinchalik oliy o'quv yurtiga topshirishi mumkin. Mana shu 9-sinfdan keyin mana shu 3 ta asosiy variant bor 9-sinfdan keyin yuqori sinf o'quvchilarda. Endi biz qolgan asosiy masalalarni sizlarda savol javoblaringizga o'tishdan oldin qisqa ma'lumot berib o'tdik va biz o'zimizda Topics texnikumimiz haqida qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, Topics texnikumimiz, ya'ni o'zi bizni nima uchun Topics deb nomlanadi? Nomlanishidan boshlab aytadigan bo'lsak, bizning oliy maqsadimiz o'z sohasining top darajadagi ya'ni ekspert, ya'ni professionalini tayyorlash. Bu balandparvoz gap emas, nom ham top va ekspert so'zlarini qisqartmasidan olingan. Buni nima uchun bunday nomga to'g'ri kelgan? Hozirgi kunda juda ko'pchilik aytishi mumkin, ishsizlik ko'p deyishi mumkin, yana ko'pchilik aytishi mumkin, aslida ish o'rinlari yo'q, ishsizlik ko'p. Aksincha shunday tadbirkor, deyarli hozirgi kunda aksariyat tadbirkor bo'ladimi, davlat ishida bo'ladimi, hammasi aytadiki, aksincha yaxshi kadr yo'q deydi. Buning asosiy muammosi, demak, o'z vaqt ta'lim tizimimizdagi masalalarga borib taqaladi va biz shunchaki bizning bitiruvchi o'quvchilarimiz oddiy diplomli kadr emas,
kelgusida o'z sohasini professionali, eksperti bo'lsin degan oliy maqsadni niyat qilgan holda Topics brendini patentlaganmiz va Topics brendi bilan hozir maktablarimiz, texnikumlarimiz, o'quv markazlarimiz faoliyat yuritib kelyapti. Biz har bitta talaba o'quvchimizdan kelgusida o'z sohasini professional egasi bo'lib, faxrlanib yurishni xohlaymiz va shunda imkon qadar maksimal darajada jamoamiz bilan shu sohada harakat qilyapmiz. Demak, Topics texnikumimiz, biz endi hozir maktabimiz yoki tibbiyot texnikumimiz haqida gapirib o'tirmaymiz. Biz Topics texnikumimiz haqida aynan 9-sinfdan keyingi qabul qiladigan texnikumimiz haqida gaplashamiz. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, tibbiyot texnikumimiz ham bor, Toshkent tibbiyot texnikumimiz va unga lekin 9-sinfdan keyin qabul qila olmaymiz. Oldindan aytib o'tishimiz kerak. Unga faqat 11-sinfdan qabul qila olamiz davlatimiz tomonidan. Yangi qonunchilikka asosan 2020-yildan boshlab shunday qaror qabul qilingan. Demak, bizning Topics texnikumimizning afzalliklari nimadan iborat? O'zi aslida birinchi o'rinda kimlar uchun deydigan bo'lsak, dastlab o'sha 9-sinfni bitirgan o'quvchilar hamda yana juda ko'p savollar kelgan. Avvalgi yillarda 9-sinfdan keyin hech qayerda o'qimasdan 9-sinfdan keyin 10-11da yoki litsey kollejda o'qimasdan qolib ketilgan o'quvchilar uchun. Bu ham juda ko'pchilikning dardi muammosi ekan. Biz shundan kelib chiqib shu yechimni berganmiz va hozirgi kunda Topics texnikumda o'nlab mana shunday yoshi katta bo'lsa-da 9-sinfdan keyin kelib tahsil olayotgan talabalarimiz bor. Endi buni afzalliklariga keladigan bo'lsak, birinchisi, o'zingizni qiziqqan kasb bo'yicha chuqur bilim olib, ma'lum bir mutaxassislik bo'yicha diplom olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda faqat diplom haqida gap ketmayapti. Imkon qadar hozirgi kunda o'sha sohangiz, qiziqqan kasbingiz bo'yicha chuqur bilim olasiz va sizni atrofingizda ham aynan shu sohaga qiziqadigan kursdoshlaringiz bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa sohaga qiziqadigan bolalar deyarli bo'lmaydi. Bu eng muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa bu yuqori sinflarda mana ayni o'tish yoshida deyildi. O'zi aslida shunday yoshdagi o'quvchilar bilan shug'ullanamiz va bu o'z qiziqish doirasidagi bolalar bilan yaxshi muhitni tashkil qilish bu alohida ahamiyatli hisoblanadi. Keyingisi, deyarli ortiqcha fanlar bo'lmaydi. Masalan, o'sha qiziqqan sohangiz bo'yicha hozir batafsil fakultetlari haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Sizda ma'lum bir 8 ta yo'nalishimiz bo'lsa, shundan boshqa shu qiziqqan shu sohaga taalluqli fanlar o'tiladi va ortiqcha keraksiz fanlar deyarli o'tilmaydi. Endi uchinchi asosiy masala xalqaro va nufuzli oliy ta'lim muassasalari imtihonlariga bepul tayyorlanish. Ya'ni yuqorida aytib o'tdik, bizda 15 yillik o'quv markaz tajribamiz bor va 15 yillik o'quv markaz tajribamizdan kelib chiqib biz repetitorlik kurslarini shu dasturda ichiga tiqqanmiz va siz alohida repetitorga borishingiz shart bo'lmaydi. Mabodo agar yana yo'q qo'shimcha mayli repetitorga borsam bo'ladimi desa, unga qarshiligimiz yo'q, lekin aslida buni o'zimiz ham shu dasturda texnikumimizda o'sha texnikum to'lovini ichida repetitorlik to'lovlarini ham kiritib berganmiz va maksimal darajada natijaga chiqarishga e'tibor qaratganmiz. Keyingi yana bitta afzalligi xalqaro chet tili sertifikatlariga tayyorlash imkoniyati. Masalan, hozir o'sha ingliz tilidan IELTS, TOEFL deyilgan TOEFL sertifikatlarini bemalol shu texnikumda o'qib, bu xalqaro sertifikatlar shuni ichida bemalol tayyorlanish mumkin. Unga alohida repetitorga borish shart emas. Va yana eng asosiy e'tiborli jihati, repetitorga puli yo'q degan bola ham aynan texnikumda o'qib tayyorlanishi mumkin. Ya'ni ko'pchilik endi repetitor o'quv markaziga boradigan bo'lsa, oylik to'lov boshqa bo'ladi. Topics texnikum bo'lganligi uchun bizga davlatimiz tomonidan ta'lim kreditlari taqdim etiladi. Bu degani ayniqsa xotin-qizlarimizga zo'r imkoniyat, foizsiz ta'lim kreditlari taqdim etiladi. O'z-o'zidan repetitorlik xizmati shuni ichida bo'lganligi uchun
o'sha ta'lim krediti asosida o'sha to'lov yetarli bo'ladi. Ta'lim krediti asosida berilgan mablag' yetarli bo'ladi. Bu degani siz o'sha o'quvchi pasporti bo'lsa, bo'ldi, ta'lim krediti ola oladi. Bitta, ikkita kafil so'rashi mumkin banklar tomonidan va hech qanday repetitorga ortiqcha xarajat qilmasdan ta'lim krediti asosida bemalol repetitorlik kurslarni ham olish mumkin. Endi bizning texnikumimizda o'zi qaysi mutaxassisliklar bor? Bizda hozirgi kunda litsenziyani ham tashlab berishimiz mumkin bo'ladi, ko'pchilik biladi. 8 ta mutaxassislik bor. Biz buni 3 ta fakultetga bo'lganmiz desak bo'ladi, ya'ni biznes fakulteti, dasturlash fakulteti hamda tabiiy fanlar fakulteti. Biznes fakultetida bank ishi, marketing va agrobiznes, mehmonxona boshqaruv yo'nalishlari bo'ladigan bo'lsa, dasturlash yo'nalishida raqamli axborotlar analitiki, kompyuter grafikasi va dizayn, dasturlash yo'nalishlari bor. Va tabiiy fanlar yo'nalishida laborant analitik va dorivor o'simliklar laboranti degan yo'nalishlar bor. Hozirgi qonunchilikka ko'ra mana shunday 8 ta yo'nalish bo'yicha o'qitishga huquqiga egamiz va shu bo'yicha mutaxassisliklar tayyorlanib, hozirgi kunda faoliyat olib boshlaganmiz. Hozir birinchi kurslarimiz o'sha birinchi kursni tugatay deyapti. Xo'p, endi sal batafsilroq tushuntiradigan bo'lsak, bank ishi yo'nalishi, mana biznes fakultetimizning ichida bank ishi yo'nalishi bor, marketing va agrobiznes yo'nalishi bor, mehmonxona boshqaruv yo'nalishi bor. Ushbu yo'nalish bo'yicha siz ushbu sohani mutaxassis bo'lib tayyorlanishdan tashqari, siz aynan shu mutaxassislik bo'yicha asosiy fanlar bo'lgan matematika, ingliz tili fanlaridan oliy o'quv yurtlariga, nufuzli oliy o'quv yurtlariga tayyorlanish imkoniyati bor va o'zimizda mahalliy nufuzli oliy o'quv yurtlariga, masalan, matematika, ingliz tilidan tashqari yana ona tili, O'zbekiston tarixi fanlari ham kerak bo'ladi va unda ham mana shu texnikumimizda o'sha to'lovni ichida tayyorlanish imkoniyati bor. Va keyingi IT dasturlash yo'nalishi fakultetimizda esa dasturlash, raqamli axborotlar analitiki, ya'ni hozirgi kunda data science deyiladi, hamda kompyuter grafikasi va dizayn mutaxassisliklaridan birini tanlashingiz kerak bo'ladi va ushbu yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislik olish bilan birgalikda ushbu mutaxassisliklarda kelgusida nufuzli oliy o'quv yurtlarida davom ettirish uchun yana matematika, fizika, ingliz tili fanlari kerak bo'ladi. Shuningdek, agar o'zimizda mahalliy nufuzli oliy o'quv yurtlarida tayyorlanuvchilar uchun o'sha ona tili, O'zbekiston tarixi fanlari kurslari ham bepul ichida bo'ladi. Va tabiiy fanlar yo'nalishi, ayniqsa tibbiyot yo'nalishi, tibbiyotchi, medik bo'laman deganlarga tabiiy fanlar yo'nalishi, ya'ni biz endi tibbiyot yo'nalishi ham deymiz, lekin aynan tibbiyotga mutaxassislik emas, lekin shunga juda yaqin bo'lgan mutaxassisliklar, ya'ni dorivor o'simliklar laboranti hamda laborant analitik mutaxassisliklar bo'yicha o'qisa bo'ladi. Bunda ximiya, biologiya, ingliz tili fanlaridan tashqari, asosiy fanlardan tashqari, yuqorida aytganimdek, matematika, O'zbekiston tarixi, ona tili fanlari ham bepul tayyorlanish imkoniyati bor va bular hozirgi kunda ayniqsa mana shu tibbiyot yo'nalishi bo'yicha biz Toshkent shahrida joylashgan Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo texnologiyalar universitetining laboratoriyalaridan foydalanish bo'yicha hamkorlik memorandumi imzolab, hozirgi kunda 1 yil davomida o'quvchilarimiz bevosita mutaxassislik fanlarini Mendeleyev institutida o'tashdi va menimcha bundan xursand deya olamiz va harakat qilamiz. Biz yangi o'quv yiligacha boshqa mutaxassisliklar bilan ham bizdan da kuchliroq mana shunday oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik memorandumlari tuzib, kelgusida biz hozir yana bu bo'yicha hamkorlikda muzokara olib boryapmiz va yangi o'quv yilida bu bo'yicha ham juda katta yangiliklar tayyorlab turibmiz. Xo'p, endi bizda bu tibbiyot texnikumimizda o'qish hozirgi kunda birinchi kurslarida davom etyapti. Hozirgi kunda yangi o'quv yili uchun qabullar davom etyapti va hozirgi kunda bemalol faol harakat qilib, bu bo'yicha tezroq harakat qilib yangi guruhlarga yozilib qolsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda endi to'lovlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz, mayli. Dastlab o'zi bonuslar haqida gapirilgan ekan. Masalan, 1 yillik oldinda to'lov to'lansa 20%, 20,
va bitta oiladan ikkita farzand keladigan bo'lsa, har biriga 5% dan chegirmalar ham bor ekan. Yillik to'lov aslida oylik to'lov sifatida to'lanadi. Oyiga 1.800.000 so'm. Ya'ni repetitorda ikkita fanga borsangiz ham 1 million to'laysiz. Bizlar o'sha to'lovlar ichida bo'lgan holda bu yerda 5 ta 6 ta fandan o'sha repetitorlik xizmatlari, undan tashqari mutaxassislik fanlar o'qitiladi va bunday olganda xususiy maktabning sifati, ayniqsa o'quv markazi sifati shu xizmat doirasida beriladi va yuqorida aytganimdek aslida mana 1 yillik 16.200.000 so'm bo'lar ekan, juda qimmat ko'rinishi mumkin, lekin siz hozirgi kunda repetitorga borsangiz yoki bo'lmasa boshqa muassasalardagi mayda-chuyda yig'iladigan xarajatlar bilan ham bundan ko'p mablag' sarflab qo'yasiz va bunga baribir o'sha mablag' ketib qoladi. Agar sekin hisoblab ko'rsangiz, bu bo'yicha o'zingiz ham bemalol hisob-kitob qilib qaysi muhim ekanligini aniqlashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, o'zi yarim soatga mo'ljallagan edik prezentatsiyamizni. Endi bemalol savol-javoblarga so'raganlar bor edi. Savol-javoblarga o'tsak bo'ladi. Demak, birinchi yozma tarzda savol berganlar bor. Agar kim yozma tarzda savol berishga ulgurmagan bo'lsa, keyin audio chat orqali ham savollarga ruxsat berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Shunda bitta guruhda har xil o'quvchilar bo'ladimi? Masalan, bank, IT sohasi, tibbiyot hammasi aralashmi? Yo'q. Bu yerda haqiqatda bu savolga ozgina bizda yuqorida aytdim, 8 ta mutaxassislik bo'yicha litsenziyamiz bor va o'qishga kiradigan o'quvchi 8 ta mutaxassislikda faqat bittasigina tanlab oladi. Faqat bittagina yo'nalishda o'qiydi. Endi qaysidir umumiy fanlar bo'ladi, masalan, ingliz tiliga o'xshagan fanlarda, ayrim fanlarda qo'shimcha qo'shib o'tilishi mumkin. Bu fanda odatda daraja leveliga qarab o'tiladigan bo'lsa, lekin mutaxassislik fanlari boshqalar o'tilmaydi. Keyin yuqorida aytganimdek, masalan, matematika fani. Masalan, bank ishida ham, ITda ham, hattoki yuqorida aytganimdek, tibbiyotchilarga matematika fani kerak. Bu fan qo'shib o'tilishi mumkin va qo'shib o'tilganda ham darajaga bo'lib o'tilishi mumkin. Lekin mutaxassislik fanlari qo'shib o'tilmaydi va bular alohida, eng asosiysi o'zini guruhi sinfdoshlari orasida, kursdoshlari orasida bitta mutaxassis kursdoshlar bo'ladi. Endi masalan, bank sohasida kelgusida ko'proq matematika kerak bo'ladigan bo'lsa, hattoki o'zini guruhini bolalari 2-3 ta alohida guruhchalarga bo'linishi mumkin. Chunki bunda kimdir kuchli bo'lsa, kimdir yangi boshlaydigan bo'lsa, bitta guruhda zerikib yoki qiynalib qolmasligi uchun bu o'quv markazlarida bo'ladigan tizim buni ichida yo'lga qo'yiladi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Endi savollarni birinchi savolimiz Dilo ismli profildan kelgan ekan, yuqorida savolimizga javob berdik. Ikkinchi savol Shahnoza Abduhamidulla qizi degan profildan kelgan ekan. Xo'p, men maktab bitirganimga 15 yil bo'ldi, lekin maktab attestatini yo'qotganligim sababli hech qaysi oliygohga o'qishga kira olmaganman. Dublikat asosida ham o'qishga qabul qilasizlarmi? Xo'p, bilasizmi, sizda bitta savol bor. Siz maktabda 9-sinfini bitirganmisiz, 11-sinfini bitirganmisiz? Agar siz 9-sinfni bitirgan bo'lsangiz, dublikat bo'ladimi, originali bo'ladimi? Biz 9-sinfni qabul qila olamiz, lekin shunday siz agar balkim siz ham shunday bo'lishi mumkin, bu yerda aniqlashtirish kerak ekan. Agar siz 9-sinfdan keyin hech qayerda o'qimagan bo'lsangiz, sizga aynan bizning texnikumimiz mos keladi va hozirgi kunda o'qib turgan talabalarimiz ichidan ham 10-15 nafar yoshi katta bo'lsa ham, hattoki masalan men tengi talabalarimiz ham bor. Ular vaqtida 9-sinfdan keyin hech qayerda o'qimagan, balkim kollej texnikumlarda o'sha paytda sharoiti bo'lmagan yoki umuman balkim shaxsiy sabablarga bu asosan o'qilmay qolib ketgan va institutga topshirish imkoniyati mavjud emas. Shunday holatda
bizlarda texnikumimiz ayni muddao. Siz hozirroq zudlik bilan bizga murojaat qilsangiz, agar o'qimagan bo'lsangiz, biz sizga kerakli maslahatlarni beramiz. Agar siz vaqtida 11-sinfda o'qigan bo'lsangiz, 11-sinfda o'qigan bo'lsangiz ham bizni texnikumimizga kirib o'qisangiz bo'ladi. Yo'q, agar birdan oliy o'quv yurtiga topshiraman desangiz, siz dublikat olish huquqingiz bor. Bu bo'yicha ta'lim vazirliklariga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Siz baribir bitirgan bo'lsangiz 11-sinfda o'sha maktablarda temir daftar deydi, boshqa deydi, o'sha attestat yoki diplomlaringizni raqamlari bo'ladi, registratsiya raqamlari va o'sha asosda sizga dublikat qilib beradi. 11-sinfda hujjatini. 9dan keyin, agar 9dan keyin hech qanday o'qilmagan bo'lsa, bizning texnikum aynan shu masala bo'yicha sizga yordam bera oladi. Menimcha savolim tushunarli bo'ldi. Agar yana uzoqli beradigan savol bo'ladigan bo'lsa, tayyormiz. Keyingi savol, kontrakt qancha ekan javob berildi. Xo'p, Madina Sultonboy qiziga bu kontraktlar haqida ma'lumot berildi. 4-savol, keyingi savolimga o'tamiz. Bu texnikumni bitirgandan keyin institutga topshirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozirgi kunda yuqorida aytdim, hammasi qonuniy. Oliy ta'lim vazirligini litsenziyasi asosida faoliyat yurityapmiz va bitirgandan keyin sizga o'sha Oliy ta'lim vazirligidan biz davlat namunasidagi diplom taqdim etamiz. Bemalol siz bu diplom bilan ishlasangiz ham bo'ladi, oliy o'quv yurtlariga topshirib o'qisangiz ham bo'ladi. Bu nasib bo'lsa chet elda ham tan olinadi. Chunki biz hammasini qonuniy asosda davlatimiz qonunchiligi doirasida amalga oshirib boryapmiz va bu yerda hech qanday aldov yoki tushunmovchilik bo'lishi kerak emas, chunki hammasini davlatimiz qonunchiligi bo'yicha amalga oshirib boryapmiz. Hozirgi kunda xususiy universitetlar ko'payib ketdi, xususiy maktablar, bu endi texnikum oddiy hol. Shuning uchun hozirgi kunda bu bo'yicha hech qanday ikkilanish bo'lishi kerak emas. Keyingi savolga yuzlanamiz. Sergelidan boshqa joyda ham ochiladimi texnikumingizlar degan savol bor ekan. Biz bu bo'yicha harakat boshlaganmiz va harakat qilyapmiz. Siz nasib bo'lsa aloqada bo'lib tursangiz va telefon kontakt nomerimiz bor. O'sha 78lik 777 44 77 raqamlarga bog'lanib o'zingiz lokatsiya manzilingiz bo'yicha xabar qoldirib qo'ysangiz, yangilik bo'ldi degandan sizlarga ogohlantiramiz va boxabar qilib boramiz. Nasib bo'lsa bu bo'yicha yangilik juda ko'pchilikda shu muammo bor ekan. Masalan, juda taklifimiz ma'qul kelyapti. Faqat hozir endi birinchi asosiy kampusimizni Sergelida boshladik. Nasib bo'lsa, boshqa Toshkent shahari boshqa hududlari, balki viloyatlarda ham buni tashkillashtirish rejamiz bor. Faqat hamma narsa bizlarga bog'liq emas. Shuning uchun buni to'g'ri tushunasizlar degan niyatamiz va eng asosiysini aytaman, mabodo sal uzoqroqdan kelib o'qish imkoniyati ham bor, chunki yotoqxona o'sha texnikumimizning o'zining yuqori qavatida yotoqxona ham joylashgan, hattoki uzoqda ham emas, juda yaxshi imkoniyat. Yotoqxonada emas, arzonroq ijara xonadonlar kvartirada turaman desa, u bo'yicha ham alohida yordam berish xizmatimiz bor. U bo'yicha ham muammo bo'lmaydi. Har tomonlama qulay lokatsiyada joylashgan hozirgi kunda texnikumimiz. Keyingi savol, qachon qabul tugaydi degan savol bor. Xo'p, qachon o'zi aslida 4-sentyabrdan o'sha o'quv dars jarayoni boshlanadi, o'shangacha bizda qabul davom etadi. Lekin ertaroq harakat qilishni tavsiya qilamiz. Sababi bitta tomoni bor, qaysidir guruhlarda bitta guruhga olishimiz mumkin. Masalan, ikkinchi guruhda, masalan bitta guruhda 30 ta, maksimal 30 taga davlat ruxsat beradi. Agar 31-32 bo'lib qolsa, davlat unga qabul qilishga ruxsat bermaydi. Uni bizlar yana masalan 30 talik gruppa qabul qildik. Yana 5 ta o'quvchi kelgan. U yangi guruh bo'la olmaydi. Chunki u 5 ta bolani xarajati bizlar 3 yil davomida o'qitish xarajatini, o'qituvchining xarajatini o'zini qoplamaydi. Shuning uchun bizlar mana shu guruhlar soniga qarab cheklov qilishga majburmiz. Sabab 30 tadan bitta guruh oldik, ikkinchi guruhga 5 ta o'quvchi olsak,
bizga aslida bu minus xarajatlar juda ko'p tashvish bo'ladi 3 yil davomida uni tashlab, shuning uchun ertaroq harakat qilib olishdi, ertaroq guruhlarga yozilib qolishni tavsiya etgan bo'lar edik. Xo'p, keyingi savol, imtihoni haqida ma'lumot kerak. Gapni ochig'ini aytamiz, hozirgi kunda bu imtihon qay tartibda bo'ladi? Eng asosiysi prof orientativ suhbat asosida imtihon bo'ladi va bu nima degani? Sizni shu sohaga, shu kasbga qiziqishingiz eng muhimi hisoblanadi. Masalan, sizni hozir maktabda masalan 9-sinfdan bitirib kelyapsiz, moddiy tomondan yoki boshqa sabab bo'yicha repetitorga bora olmagansiz, siz kerak bo'lsa hammasini noldan boshlashingiz kerak. Bunga biz yordam berishga tayyormiz. Sizda alohida eng asosiysi siz shu sohaga qiziqasizmi? Qiziqmaydigan sohangizda bilimga ega bo'lsangiz ham o'sha qiziqmasangiz o'z kasbni o'qishni maslahat bermaymiz. Masalan, keladi, o'zi umuman yuridik sohada qiziqishi mumkin, balki menga qiziqib qoldim laborant yo'nalishga yoki IT dasturlashga. Lekin buni maslahat bermaymiz. Balki yo men roziman o'qishim bo'laveradi desa, balkim qarshiligimiz yo'q, lekin eng asosiysi prof orientativ suhbat, ya'ni xuddi chet el tajribasida ham o'qishga kirish oson bo'lishi kerak, lekin o'qib ketish oson bo'lmasligi kerak. Imkon qadar endi bizlar uni o'sha o'quv markaz tajribalarimizdan kelib chiqib, har qanday qiyin imtihonlarga ham tayyorlash qo'limizdan keladi deb ishontira olaman. Xo'p, keyingi savol. Lola ismli profildan kelgan ekan, texnikum diplom bilan ishlay ham oladimi? Keyin umuman boshqa yo'nalishga o'qishga topshirchashi unda ham bo'ladimi? Masalan, til yo'nalishiga. O'sha dasturlashni tamomlab til yo'nalishiga topshira olamanmi deyapti. Bemalol bo'ladi. Ya'ni u hech qanday cheklov yo'q. Hozir dasturlashni o'qib, ertaga boboda bitirayotgan paytingizda o'sha aytganingizdek pedagogika yoki filologiya yo'nalishida o'qisangiz ham bo'ladi. U bo'yicha hech qanday cheklov bo'lmaydi. U bo'yicha hech qanday qonunchilikda cheklov yo'q. Keyingi savol. Biroz ishonmayaptilar. Shunday, assalomu alaykum. Men 9-sinfni tugatib kollejda o'qiganman. Lekin kollejdan diplom ololmaganman. Sizlarda o'qisam bo'ladimi? 9-sinf attestati bilan. Albatta, yuqorida aytdim, hattoki yordamchilarimizdan iltimos qilamiz. Masalan, bir hafta 10 kuncha oldin aynan shu yoshi katta talabalarimiz bor. O'sha o'quvchilarimizdan post qilgan edik, alohida video post qilgan edik. Hozirgi kunda o'qishyapti. Gapni ochig'ini aytaman, bilasizlarmi? Biz Toshkent tibbiyot texnikumini tashkil qilgandan keyin juda ko'plab murojaat bo'ldi. Aynan 9-sinfdan keyin olinglar degan ma'noda, hamda eng asosiysi yana bitta muammo, aynan sizga o'xshab kollejda yo o'qigan yoki o'qimay chala qolib ketganda 9dan keyin hech qanaqa hujjat yo'qlardan juda ko'p murojaat bo'ldi. Aynan shu kishilarni muammosiga yechim berish maqsadida ushbu Topix texnikumni tashkil qildik va hozir undan ortiq talabalarimiz bor. Uzoq yil oldin 9-sinfdan bitirgan va undan keyin hech qayerda o'qimagan. Ya'ni majburiy ta'lim ham to'liq bo'lmay qolgan. Hozirgi kunda bemalol o'qisangiz bo'ladi. Bizlarda agar ishonch hosil qilaman desangiz, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan berilgan litsenziyamiz bor. Litsenziyamizni ham guruhga tashlab qo'yishimiz mumkin. Birinchi kelganingizda o'sha litsenziyani taqdim etamiz sizga. Hech qanday to'g'risi endi ishonchni qozonish birinchi masala bo'lyapti. Odatda agar aldov-qaldov ozgina yolg'on aralashganda sizlarda bilan to'g'ridan-to'g'ri bunday muloqotga chiqish bizlar uchun xavf bo'lishi mumkin, chunki ijtimoiy tarmoqqa chiqish xohlagancha ishonchsizlik boshqa bo'yicha yozib tashlasa, hozir bizga reklama emas, anti-reklama vazifasini bajarib ketishi mumkin bu vebinarlarimiz. Shuning uchun biz hammasini imkon qadar qonuniy darajada qilyapmiz. Masalan, bu bo'yicha biz 100% ishonchliimiz va faqat o'sha 8 ta yo'nalish bo'yicha o'qita olamiz. 8 ta yo'nalishdan boshqa yo'nalishimiz yo'q. O'zi aslida O'zbekistonda 110 tacha shunaqa kasbda o'qisa bo'ladi. Yuqorida aytayapman,
tikuvchilik yoki bo'lmasa hozir avtomobilsozlik bo'yicha yoki bo'lmasa mana bu quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha juda ko'p mutaxassisliklar bor. Aslida 9-sinfdan keyin o'qisa, bizda u bo'yicha litsenziya yo'q va u bo'yicha biz sizdan alday olmaymiz, yolg'on ma'lumot bera olmaymiz. Shuni oldindan tushunishingizni so'rayman. 100 dan ortiq mutaxassislik bo'lsa, faqat bizda 8 tasiga qonuniy huquqimiz bor. Shuni ishonch bilan ayta olaman. Bu 8 ta yo'nalishda diplomiga ham, hujjatiga ham men kafolat bera olaman, lekin qolgan yana 100 dan 100 tacha mutaxassislik bo'yicha men va'da bera olmayman. Bu davlatimizda o'qisa bo'ladi. Bu bo'yicha ham endi qabul qiladi yo'q bilmayman. Xullas, shu. Endi bizlar aynan eng nafaqat jahon bozorida, O'zbekiston mehnat bozorida ham talabgor va zamonaviy kasb bo'lgan mana shu 8 ta mutaxassislikni tanlab olganmiz. Qaytarib o'taman. Biznes yo'nalishimizda bank ishi, marketing va agrobiznes, mehmonxona boshqaruvi yo'nalishi bor. Biznes dasturlash yo'nalishimizda dasturlashni o'zi, kompyuter grafikasi va dizayn hamda raqamli axborotlar analitik, ya'ni data science yo'nalishimiz bor. Tabiiy fanlar yo'nalishimizda laborant, analitik hamda dorivor o'simliklar laboranti yo'nalishi. Faqat shu 8 tagina yo'nalishga bizlar o'qitishga va diplomi bo'yicha kafolat bera olamiz. Keyingi masala, keyingi savol, o'quv 3 yil davom etadimi? Qancha o'qiymiz? O'quv 2 yil davom etadi. 9-sinfdan keyin qabul qilinib, 2 yil davom etadi. 10-11-sinfda o'rniga tahsil olinadi. Keyingi savol, xo'p, sizlarda davlat texnikumiga perevod bormi? 2 yoki 3-kursdan. Xo'p, to'g'risi davlat texnik qabul qiluvchi texnikumga bog'liq bu masala. Agar davlat texnikumi qabul qilaman desa, bizlarda bu masala bo'yicha cheklov yo'q. Yana bitta tomoni bor, davlat texnikumidan bizga perevod qilib kelsangiz ham bo'ladi. Chunki bizlar maksimal darajasida davlatimiz qonunchiligi asosida ish faoliyat yurityapmiz va bunda hech qanday cheklov yo'q. Hozirgi Topics texnikumimizda faqat 2 yillik bor, 2 yillik o'qitiladi va 1-kursdan keyin perevod qilinadi. 3-kursdan perevod qilinadimi degan savolingizga, bu Topics texnikumimiz emas, Toshkent tibbiyot texnikumimizga tegishli bo'lishi mumkin. Agar siz davlat tibbiyot texnikumlarida tahsil olayotgan bo'lsangiz, bizga Toshkent tibbiyot texnikumiga perevod qilib kelishingiz mumkin. Keyingi savol Dilnoza ismli singlimizdan kelgan ekan. Assalomu alaykum. Uzr. Onasi ekan. Qizim 9-sinfni bitirib akademik litseyga kirmoqchi edi. Advokatlik yo'nalishini tanladik. Agar sizni texnikumingizga kirmoqchi bo'lsak, qaysi yo'nalish bo'yicha o'qishni maslahat berasiz? Shu sohaga yaqinroq. Xo'p. Qiziqishi yuridik soha bo'ladigan bo'lsa, mayli harakat qilib ko'rish kerak. Masalan, imkon qadar shu yo'nalishga bir topshirib ko'rsin akademik litseyga. Yuridik universitet litseyi bor, diplomat universitetining litseyi bor, sharqshunoslik. Endi sizga qaysi yo'nalishda maslahat bergan bo'lardim? Ikkinchi, yana bir to'g'risi bizlarda yuridik yo'nalish bo'yicha yo'qligi uchun ozgina hozir ikkilanyapman. Masalan, dorivor o'simliklar laboranti degan bitta yo'nalishimiz bor. Bu tibbiyotga eng yaqin bo'lgan yo'nalish o'zi aslida. Ya'ni hozirgi kunda bizni tibbiyotimizda ximika dorilarga o'tirib qolindi. Va ertaga qizlarimizga bo'lg'usi onalar bo'ladi, bular farzandlar tarbiyalaydi, umuman oila a'zolariga juda zo'r yo'nalish. Dorivor o'simliklar orqali ham xavf tabobati desa ham bo'ladi. Shu orqali qanchadan qancha kasalliklar davolasa bo'ladi. Va men shu sohani maslahat bergan bo'lardim aslida. Yana bitta yo'nalish bor, masalan, bank ishi yo'nalishi bor. Bank ishi yo'nalishi hisob-kitob, oilani moliyasini boshqarish, boshqa juda ko'p kerak bo'ladi. Hisob-kitob boshqani bilish ham. Qolaversa, endi akademik litseyda diplomi aytdingiz, akademik litseyga yaxshi, akademik litseyda lekin bilimi bilan hozir o'sha yuridik sohaga institutga kirib bo'lmayapti-da. Sizlarga balkim mana shu bizlarda men tavsiya qilayotgan yo'nalishlarda o'qib, yuridik sohaga institutga kirish bo'yicha
maslahat bergan bo'lardik. Balkim o'shani huquq fanidan repetitorlik masalasini ham agar qiziquvchilar yetarli bo'yicha uni ham tashkillashtirib beramiz. Huquq fani bo'yicha ham agar mana texnikumga ham hozir 500 ta 1000 ta talaba qabul qilish rejamiz bor. Baribir uni ichidan 10-15 ta huquqshona sizga aytganday qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, huquq fanidan ham repetitorlikni tashkillashtirib berish niyatimiz bor. Sizga yuqoridagi ikkita kasbdan birini tanlashni maslahat bergan bo'lar edim. Xo'p, keyingi savol Marjona degan singlimizdan kelyapti ekan. Tibbiyot texnikumi haqida so'ralyapti. Assalomu alaykum. Tibbiyot texnikumi haqida ham ma'lumot bering iltimos. O'zi tibbiyot texnikumimiz mayli qisqa ma'lumot berib o'taman. Hozir Toshkent tibbiyot texnikumimiz bor. Faqat Toshkent tibbiyot texnikumimizga 11-sinfdan keyin qabul qilinadi. Majburiy ta'limni tugatganlargina qabul qilinadi. Xo'p, yanada batafsil ma'lumot 78 raqam bilan yozib olishingiz mumkin. 777 33 77 dan ma'lumot olish mumkin. Xo'p, ya'ni hozirgi Topix texnikumizda faqat 44 raqami 33 bo'lib o'zgaradi. Va unda hozirgi kunda qisqacha ma'lumot 4 ta mutaxassislik bo'yicha o'qitilyapti tibbiyot texnikumimizda. Hamshiralik ishi, feldsherlik davolash ishi, stomatologiya hamda farmatsiya yo'nalishlari bo'yicha ular 11-sinfdan keyin qabul qilinadi hamda 3 yil davomida o'qiladi. Agar shu bo'yicha qiziqishingiz bo'ladigan bo'lsa, balkim shu yerda raqamlarni qoldirsangiz, bizda o'zimiz operatorlarimizga raqamingizni beramiz, ertadan sizga aloqaga chiqib batafsil ma'lumotni beradi va yoki sizga o'sha 3377 raqam bilan tugaydigan aloqa nomeridan batafsil ma'lumot olishingizni tavsiya etgan bo'lar edik. Xo'p, keyingi savolga o'zi bugungi vebinarimizni uzoq 1 soatga rejalashtirgandik, hali vaqtimiz bor ekan. Xo'p, ovozli savol ham bor ekan. Demak, yordamchilarimizdan iltimos qilamiz. Mayli, ovozli savolda ham eshitamiz. Marvarid degan singlimizdan shu taklif tushgan ekan. Eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men qizim 9ni bitiradi bu yil. Tibbiyot sohasiga qiziqadi, juda ham ximiya biologiyani yaxshi o'qiydi. O'shanga hozir siz aytgan tabiiy fanlarda o'qisa, o'sha ximiya biologiya bo'yicha ham olinadimi anaqa? Albatta. Albatta. Savolingiz uchun rahmat aytmoqchiman. Bunday murojaat juda ko'p. Aytdimki, yuqorida Toshkent tibbiyot 2 yil oldin Toshkent tibbiyot texnikumini tashkil qilganda aynan 9-sinfdan keyin qabul qilasizlarmi degan juda ko'p savollar bo'ldi va aynan shu savollar uchun ham biz ushbu texnikumni tashkil qildik. Endi 2020-yilgacha haqiqatan tibbiyot texnikumlariga 9-sinfdan qabul qilingan. 20-yildan boshlab yangi qonunchilikka va xalqaro lekin u 9-sinf diplomini Germaniya, Yevropa xalqaro darajada tan olinish qiyin bo'lgan. Shuning uchun keyinchalik xalqaro standartlarga moslashtirish uchun 11-sinfdan keyin qabul qilinadigan bo'ldi. Sizga hozir tavsiyam aynan shu yo'nalishga eng yaqin bo'lgan dorivor o'simliklar laboranti yoki laborant analitik degan yana bitta mutaxassisligimiz bor. Eslatib o'taman, ogohlantirib o'taman. Laborant analitik yo'nalishimiz shifoxonalarda laboratoriyasi emas, ishlab chiqarish, mana oziq-ovqat ishlab chiqarish bor. Men tushuncham hosil bo'lish uchun shunda uyingiz oldidagi oziq-ovqat do'koniga kirsangiz, qancha son ming xil tovar bor. O'shalarni ishlab chiqarishi bo'ladimi, hamma qurilish ishlab chiqarish bo'ladimi, hammasiga laborant analitiklar kerak, laboratoriyalari bo'ladi. Sistem tortib o'sha dairada ishlash mumkin bo'lgan laborant analitik degan yana bitta juda ishga ham juda ko'p bo'lgan mutaxassislik zarur bo'lgan bitta mutaxassisligimiz bor. Bu mutaxassisda o'qiyotgan talabalarimiz hozirgi kunda yuqorida aytgandek Mendeleyev nomidagi xalqaro Rossiya Mendeleyev kimyo texnologiyalar institutida mutaxassislik fanlarini o'qishadi hamda bizning o'zimizda Topix texnikumimizning binosida
Kimya, biologiya, ingliz tili va o'sha imtihon fanlari ona tili keyingi kurs 3-kursda ona tili tarix fanlari, O'zbekiston tarixi fanlari ham qo'shiladi. Shular bo'yicha chunki bu bizda hozir Topics texnikumimiz 11 yillik majburiy ta'limga kiradi. Ya'ni bunda mutaxassislik fanlaridan tashqari umumta'lim fanlarini ham o'tishimiz kerak. Va o'shani bizlar imkon qadar davlatimiz qonunchiligini ham talablarini bajarib va sizlarga ham natijaviylik asosida shuni xizmatni yo'lga qo'yganmiz va nasib bo'lsa ishonch bilan topshira olishlaringiz bo'ladi. Ertaga bemalol tibbiyot sohasida institutga ham kirib ketishiga bizlar bor kuch g'ayratimizni sarflaymiz. Bu bo'yicha 15 yillik tajribamiz bor. Tibbiyot yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirish ham muammo emas nasib bo'lsa. Sizni tushundim, rahmat. Demak, shifokor bo'lmoqchi qizim o'sha bemalol 2 yildan keyin topshirsa bo'ladi. Albatta. Agar shifokor bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha tibbiyot yo'nalishi balkim masalan hozir O'zbekistonda ham yaxshi yo'nalishlar kirib kelyapti. Ingliz tilida o'qitadigan yo'nalishlar hozir o'shalar bo'yicha bizlar maksimal darajada yordam berib biz ko'proq kerak bo'lsa 5 ta 10 ta institutlarga kiritib natija qilib berishda tarafdorimiz. Va bu bo'yicha tajribamiz ham yetarli. Bu bo'yicha hech qanday muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Rahmat, sog' bo'ling vaqt ajratganingiz uchun. Xudo xolasa boramiz maktabingizga. Katta rahmat. Savollaringiz bo'lsa 4477 o'sha 78 kod bilan 777 4477 raqamlarimiz bilan bog'lanib texnikumimizga tashrif buyurishingiz va batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, 5 minutcha vaqtimiz bor ekan, yana bitta profilda Dilo ismli singlimiz qo'l ko'taryapti. Yordamchilarimizdan iltimos qilamiz yoki ko'rinmay qoldi. Ovozli savoli bormikan yordamchilarimizdan yoki tugata qolamizmi yoki bir soatcha bo'ldi? Dilo ismli profildagi singlimizga ruxsat berilibdi. Agar savolingiz bo'lsa, qo'l ko'targandingiz. Xo'p, yuqorida savollarni adashmasam bu kishi yozib qoldirgan edi. Savollariga ham javob berib bo'ldik. Bugungi vebinarda qatnashganlaringiz uchun alohida katta rahmat aytamiz. Salomat bo'lingizlar. Nasib bo'lsa bunday vebinarlarda ko'proq tashkillashtirib turishga harakat qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirsangiz, vebinardan tashqari bu savollaringizga ham javob berishga harakat qilamiz. Katta rahmat. Salomat bo'lingizlar. Dam olish kunlarini yaxshi o'tkazingizlar. Katta rahmat.